Bolaligimizda ko'pchiligimiz bilgan o'sha mashhur maymunog'a Sun Wukong u ustozi bilan birga Samarqandga ham kelganini bilarmidingiz? Ha, hozir nahotki deyapsiz va to'g'ri qilyapsiz. Sun Wukong va uning do'stlari badiiy qahramonlar, ammo ularning ustozi Tang Sanzang obrazi real tarixiy shaxsga asoslangan. Uning asl ismi Xuanzang. Xuanzang 7-asrda g'arbga, Hindistonga ilm izlab yo'lga chiqqan va bu yo'l Samarqand orqali o'tgan. Xuanzang Samarqandni shunchaki shahar deb emas, o'sha davrning yirik savdo markazi, Ipak yo'lining yuragi sifatida tasvirlaydi. Samarqand boy, gavjum, savdosi rivojlangan shahar. Bu yerda turli xalqlarning savdogarlari, tillari va madaniyatlari uchrashadi. Yerlar unumdor, bog'lar ko'p, aholisi esa savdo va hunarmandchilikda juda mohir deya ta'riflaydi. Keyinchalik mana shu haqiqiy sayohat g'arbga sayohat afsonasiga aylantiriladi. Tang Sanzang Xuanzangning badiiy timsoli, Sun Wukong esa sinov va kuch ramzi. Sun Wukong afsona bo'lsa ham, uning ustozining qadami tushgan Samarqand mutlaqo real tarix. Endi aytingchi, nahotki g'arbga sayohat qahramonlari Samarqandgacha yetib kelgan bo'lsa?